Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov tungi reyd tadbiridamiz. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Alaykum assalom. Hormang komandir. Nima qoidabuzarlik qilding? Birinchidan xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanib kelyapsiz. Tushunmadim. Kamandir bu kim tanimadi shekilli-a? Yo'q, tanimadim. Ishda qolish uchun keyinroq tanishib oladi. Ikkinchidan biz to'xtatmadingiz. O'zimiz to'xtadik. Sizlarga nisbatan e'tirozimiz bor biz. Xo'p, eshitaman, nima e'tiroz? Mana shu o'rtada turgan rishotkalar bor, nimaga qo'yilgan? Piyodalar umuman ko'rmayapmiz. Yoki shuni tushuntirib yuboring. Harakatimizga xalaqit beryapti, umuman tez yurolmayapti. Olib tashlaylar, umuman kerak emas u. Hujjatlar bormi, yo'qmi? Aka, biz tanimayapmiz shekilli-a rostdan-a? Bizda hujjat bo'lmaydi. Hurmatli haydovchi, sizning hujjatlaringiz yo'q. Shu uchun bu rishotkalar nima maqsadda qo'yilganligini ham bilmaysiz. Agar siz shahar ichida belgilangan tezlikda harakatlansangiz, peshoboddan o'tayotgan har bir piyoda sizga ko'rinadi. Marhamat qilib, hujjatlaringiz joyida bo'lmasa, avtomobildan tushishingizni so'rayman. Ha, tushadi komandir. Sizdan kattasi ham tushunolmaydi bizni. Shunda gap tushunmaydigan odam ekansa, bu kim? Podpolkovnik ochilibdi jiyani bo'ladi. Kimni jiyani dedingiz? O'zi uchun bilib oling, ochilibdi, radnoy jiyani bo'ladi. Ochilib taniysizmi o'zi? Telefon qilib ber. Yo'q, telefon qilib bermang. Ochilib, men bo'laman. Shu mashinadan. Abdurahmon, jarima maydonga bormoqchiman.